1995-yil 29-iyunda tug'ilgan. Bo'yi 190 cm, og'irligi 76 kg. Millati o'zbek. Hozirgi kunda Roma jamoasida o'ynaydi. Milliy jamoamizning sardori. Laqabi Shoma. 2019-yilda uylangan va ikkita farzandi bor. Hozirgi kunda Italiyaning Rim shahrida yashaydi. Italyan va rus tillarini biladi. Otasi ham professional futbolchi bo'lgan. Ukasi Sanjar ham futbol bilan shug'ullangan. Bobosi esa murabbiy bo'lgan. Ampulasi markaziy hujumchi, o'ng va chap qanot wingeri pozitsiyasida ham o'ynay oladi. O'zingchi asosan Futbolchisi gol urganda o'rgimchak odam jesti bilan nishonlaydi. Homiysi Adidas kompaniyasi belgilangan. 2025-yilda Italiyada 2 marta oy o'yinchisi deb topilgan. 14-raqamda o'ynaydi. 7 yoshidan futbol o'ynashni boshlagan. Futbolchilik faoliyatini Mash'al akademiyasida boshlagan. 2015-yilda Bunyodkor safida o'ynagan. Do'stlar, Telegram kanalimizda yana bir katta konkurs boshladik. Asosiy sovg'a yangi игровой kompyuter. Va bundan tashqari yana 24 ta sovg'alar mavjud. Eng qizig'i, bularni yutib olish uchun shunchaki video ostidagi bir dona Telegram kanalimizga obuna bo'lasiz va shu kanalda biriktirilgan postga o'tib, qatnashish tugmasini bosasiz va tamom. Hoziroq Telegramga o'ting va konkursda ishtirok eting. Bunyodkor safida 96 o'yinda maydonga tushib, 20 ta gol urgan.